Bir parcha ovqatni tayyorlash uchun qancha harakat qilasiz? Sog'lom bo'lish uchun odam juda ko'p harakat qilishi kerak. Futbolgerlar haqida bir gapirdim. Yozishibdi, futbolgerlar ovqat qiladi, ya'ni ovqatni reklama qilmaydi. Yo'q, futbolgerlar asosan ovqatni reklama qilyapti. Odamning nafsini qo'zg'ashdan maqsad nima? Maqsad o'sha ovqat muassasasiga klient chaqirish. Ko'proq klient kelsa, ko'proq sotsa, ko'proq pul qilsa, lekin bu yog'ini o'ylamayapti-ku. O berayotgan ovqating, berayotgan narsalaring kaloriyasi o'ta yuqoriligi, uni zararliligi, organizmni xolesterinni oshirib yuborishi, qon bosimini ko'tarib yuborishi, insult, infarkt xavfini oshirib yuborish, turli xil onkologik kasalliklarga sabab bo'lish haqida kim o'ylayapti? Hech kim o'ylamayapti. Pul qilsa bo'ldi. Mana shu bugungi kunning jamiyatning eng katta muammosi. Aytgan bo'lardim-ki, mana shu davlat mas'ullari shunga e'tibor berish kerak. Chunki biz kasal qilish bilan ovoramiz. Yana kim ayblaymiz? Doktorni ayblaymiz. Nimaga? Kasal bo'lib oladi, borgandan keyin doktor tuzataman deydi. Voy, baraka topkur. Doktor seni tuzatishga majbur emas. Doktor kasalni olayotganda, davolayotganda, "Men seni 100% tuzataman" deb olmaydi hech qachon. U sizni noto'g'ri hayotingizni asoratini yo'qotishga ovora bo'ladi. Siz qilmang shu ishni. To'g'ri ovqatlaning, sport bilan shug'ullaning, vaqtida uxlang, stresslardan uzoqroq bo'ling. O'shanda kasal bo'lib qolsangiz, kelsangiz, biz ham yengilroq davolaymiz, ham osonroq siz bu holatdan chiqib ketasiz. Nimaga endi siz pishillab, davleningizni oshirib, 2 marta mikroinsult olib, yuragingizga 3 ta 4 ta stent qo'ydirib, pochkangizga o'tirgan, sahringiz 18-20 bilan kelasiz. Nima doktorlar sizni 100% davolash kerak? Davolamaydi. Doktor vaqtincha sizga yordam beradi. Tushundingizmi? Shuning uchun eng katta qoida. Sog'lom bo'lmoqchimisiz? Sog'lom bo'lish uchun harakat qiling. Bir parcha ovqatni tayyorlash uchun qancha harakat qilasiz? Sog'lom bo'lish uchun odam juda ko'p harakat qilishi kerak. Ming afsus, bugun katta problemalardan bittasi shu hisoblanadi.